o'zbek xalqi liderlar o'zbek kuchayib ketmasligi uchun o'zbekni ishlatishadi, boshqa qilishadi, xayolini band qilishadi. Atak o'zbek bu lider, zo'ri bu o'zbek. Tojik, o'zbek hammasi bir. Bizni hammamizni bir bo'lib qora mehnatga tiqishadi, bilakirovka qilishadi, fikrlarimizni o'zligimizdan qochirishadi. Atak nasamim deydi, bizlar lider bizlar. Bizlarni o'sishga qo'yishmaydi xolos. Mehnatlar bilan qisib qo'yishadi. Bizlar hammasidan talantlimiz, bizlar hammasidan go'zalmiz, bizlar hammasidan aqlliroqmiz va miyamiz tezroq ishlaydi ularga qaraganda. Chunki biz zo'rayib ketsak agar, kuchayib ketsak agar, bizni boshqarib bo'lmaydi. O'shaning uchun bizni doim qora ishchilar safiga tiqishadi. Shuni bilib qo'ying.